Bizni ko'zimizga juda ham kichkina bo'lib ko'rinayotgan quyosh hozir botyapti. Botganda olimlarning ajoyib gapi bor. Har kuni quyosh botar ekan, Alloh azza va jallani arshning ostiga botadi, ya'ni sajda holatida. Keyin har kuni Allohdan izn so'raydi. Robbim izn berasanmi dunyoga chiqishimga? Alloh taolo izn beradi. Bir kun keladi, ya'ni bu so'rov har kuni bo'ladi. Bir kun keladi, Alloh taolo buyuradi. Botgan joyingdan qaytib chiqishligini. Insonning tavbasi ikki holatda to'xtaydi. Ungacha kechasi gunoh qilganlar uchun kunduzi tavba eshigi ochiq bo'ladi. Kunduzi gunoh qilganlar uchun kechasi tavba eshigi ochiq bo'ladi. Qachon yopiladi bu eshik? Birinchisi inson nafsi g'arg'araga kelganda, ya'ni dunyodan chiqar holatda tavba eshiklari yopiladi u odam uchun. Ikkinchisi mana shu quyosh botgan joydan chiqqan kun.